Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va obunachilarim. Mana yana Universal kanalimda uchrashib turibmiz. Efirda men Olimjon. Bugun 5-aprel 2025-yil. Bugungi roligim Shanxay mahallasida Ruzboy ota choyxonasi ish boshladi. Shu choyxona to'g'risida bo'ladi. Choyxonaga orientirovka beraman. Jabbor Rasulov nohiyamizda Shanxay mahallasida xalobzavodni yonida ariq bo'yidagi bu choyxona. Ruzboy ota choyxonasida qishki katta kichik xonalar ko'p. Hozir aprel oyi, bundan bag'iga havola isi boradi. Ariqda ustiga mana kravatlarni ham qo'yishgan. Yozni issiq kunlarida salqin bo'ladi. Ruzboy ota choyxonasiga xush kelibsizlar. Power bu choyxonada Xolvaka. Ular har xil mazali taomlarni pishiradi. Osh, jarko'p, dumlama, xom sho'rvalagacha. Mana shashlikchi Xolmat aka choyxonada. Ular eski shashlikchilardan. Mana shashlik pishirayotibdilar. Ya, assalomu alaykum Xolmat aka. Va alaykum assalom. Shashlikdan pishirayotibsizmi? Qanchadan bo'ldi shashliklar aka? Shashlikda har xil mana. Bular bu mana nechlilar 13, 16. Bu ham 13. Yaxshi, yaxshi. Qaqizligi bu. Choyxonaga zakaz berib telefon orqali kelsanglar ham bo'ladi. Farhod megafon nomeri 00 711 07 16. Somonkom Xolmat akaniki 92 609 58 85.